Millionlab pullarni rad qilgan Ulug'bek Qodirov. Kanalimizni ilk marta ko'rib turgan bo'lsangiz obuna bo'lishni va video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bir paytda ko'pchilik qizlarning birinchi muhabbati bo'lgan Ulug'bek Qodirov 1983-yilda tug'ilgan. Uning ilk debyut roli 2001-yilda Ayol zoti filmida boshlagan. Undan so'ng Sarvinoz, Baxt uchun million, Panoh, Baron kabi filmlarda o'ynagan. Ulug'bek Qodirov intervyularda filmda rol ijro etishdan oldin albatta ssenariyni o'qib, keyin rozilik berishini, agar rol to'g'ri kelmasa, gonorari ko'p bo'lsa ham rolni rad qilishini aytgan. Shuningdek, aktyorning hayotdagi eng katta qo'rquvi semirib ketish bo'lib, u doimiy diyetada yuradi. Qo'shiqlarni boshqalar kuylashini xohlamaydigan Kumush Razzoqova. Xonanda Kumush Razzoqova o'zining shaxsiy hayoti haqida gapirishni xohlamaydigan san'atkorlardan biri hisoblanadi. Uning ismini otasi o'tgan kunlar asaridagi Kumushga havas qilib qo'ygan. Xonanda rus aktyori va musiqasi Vladimir Baramikov bilan oila qurgan. 20 yil yashagandan keyin ular ajrashishgan. Razzoqova 2013-yil avtohalokatga uchrab qattiq jarohatlangan va 2 oy yura olmay qolgan. Kumush Razzoqova ijodini Sado guruhida boshlagan, lekin ma'lum sabablarga ko'ra guruh tarqalgan. U hozirda deyarli ijod qilmayapti. Bunga sabab qilib intervyularda endi yoshlarga navbat berish kerakligini ta'kidlagan. Shuningdek, xonanda qo'shiqlarni boshqa san'atkorlar sahnada kuylashini xohlamaydi. Bunga sabab qilib xonanda "Men hali tirikman, bunga ruxsat bermayman" deb aytib o'tgan. Dilnoza Kubayeva kelajakda qanday qaynona bo'ladi? Aktrisa Dilnoza Kubayeva kelajakda qanday qaynona bo'lishini hali ham o'z-o'zidan so'raydi. U aytishicha, hozirgi vaqtda oilada turli qarashlar mavjud bo'lib, ko'p hollarda u alohida yashash tarafdori. Biz erkinlikni xohlab qoldik, oilalar o'zlari mazza qilib yashashsin, dedi aktrisa. Shu bilan birga lekin ichki ovozi esa "Ha, nimaga ekan qaynonali kelin, qarqara kelin, qaynonasiz kelin, masxara kelin" degan gaplar qatta qoldi, degan o'ylar ham keladi. Aktrisa Dilnoza Kubayeva aytishicha, kelinimni men erkalatib yubormasam kerak va oilaviy munosabatlarda ham ehtiyotkorlikka urg'u berishni ta'kidlab o'tdi. Uning fikricha, hurmat va erkinlik bir-birini ta'kidlashi kerak. Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lishni va video ostiga like bosishni unutmang.